narsa, yaxshi belgi odatda o'zini o'zi chaynatadigan gilosda ekkan yilingiz yoki sraz ikkinchi yil nishoni ko'rsatadi. Ani valovoy bo'lsa unaqa qilmaydi. O'sha valovoydi. Napoleon deysizlar sizlar. Nima deyiladi? Napoleon deyiladi. Shu gilos shampan May oxirida. Ha, shampan edi. Uydagilar aytib, buni qizib ketadi. Napoleonni maqtayapti-ku. Ekkandan solyapti. Napoleon maqtayapti. Shuloqda uyda ichida ekkanlar shunday so'g'indan solyapti. Katta Mana bu lekin ekkanimizdan hosil berishni boshladi. U hali 5-6 yil bo'lyapti. Endi shu yil hosil berdi. Uydagi ham men olib ketganman shundan bitta muncha solovdi, lekin Tushundim Sardor aka, lekin 5-6 yilda hosil beradi degani bu to'liq gap emas, chunki 5-6 yilgacha ham gullab turib bermasa, undan keyin ham gullab turib bermaydi. bu gullagan emas-da u. Shu yil gulladi. Umuman gullamadi-da u. O'tgan yili gullar bitta ektiz yo'qda shu yil. Achibda ekdi, u yo'qda. Sizlar nima kesib tashlaganmizda? Kesib tashlamasangiz 5 yoshli gilosni kurti yetarli bo'ladi aka. Unga sho kesib tashlavergansizlar. Bultur shu yil kesmadi. Ha, undan oldin kallaylab tashlavergansizlar, to'g'rimi? Kalta bo'ldi. Qaranglar-da, o'zi mana kesishni bilishingiz nima muhim? Qatida meva berishni bilmasangiz, meva kesdi. O'yna lider shu mana shu qoladi, yangilardan bu hosil bermaydi, so'rgan. Mana qaranglar, shu gilosda ham mevaga yotyapti-da, meva beraman deyapti, kesuvchiga tars kesib qo'yadi. Ha, meva yo'q. Ha, siz kech meva berar ekan deb o'ylab qo'yasiz. Bilmasangiz agar sohani. Xullas 5 yoshli gilosda gul kurti kam bo'lishi mumkin emas. Gullamasligi mumkin. Sovuq urib ketsa mumkin. Endi buni sizlar aytishingiz. Yo'q, sovuq urmagan uni, faqat hosil ham yo'q. Endi shu yil gulladi, shu yil ko'ramiz, xudo xolasa. 5-yil aytganingiz. Hozircha men navini aniq aytmaganim uchun men shu aniq meva bermaydi deb aytolmayman. Bizlar bilmaymiz aniqligini. Buni aniqlashtirasizlar, keyin Buni bari chiqqandan keyin kelsa bo'ladimi? qarang mana. Hozir shakli berish jarayoni. Shakl berayotganingizda daraxt yoshligida qancha ko'p o'ssa, tezroq shakl beradi. Tezroq shakl bersa, tezroq meva oladi. Demak, bargi chiqqanda kesmasmiz. Bu degani xato qilib qo'ydingiz-da, misol uchun qatnida kesmay qoldingiz. Uzun qolib ketdi. Hozir endi kesmaymiz, yo'q kesing. Ya'ni to'g'ri bo'lmaydi, lekin kesasiz baribir. Endi sizlarga bir ikkita savollar-da bu yerda. Sxemani ko'chatish tavsiya qilganim menimcha. Sxemani u olmadan olinganda bu. Mana qarang. Ha, Sardor aka, mana qoida, endi bog' sohasida kengayib ketsanglar, navodo tavsiya olish mumkin bo'lmagan odamlar bor. Ko'chatchidan ko'chat ekish sxemasini tavsiyasini olib bo'lmaydi. Olsangiz bo'ladi, to'g'ri ishlaydigan ko'chatchilar bor, kam. Любой ko'chatchidan lekin nima sxemada ekiydi deb so'rasangiz, u falon sxema dedimi? O'sha sxemani yana bitta o'ylab ko'rasiz. Yo boshqa mutaxassis bilan maslahat qilasiz, yo o'zingiz o'rganib, salani to'g'ri sxemaga tushib olasiz. Chunki ko'chatchilarda zichlash odati bo'ladi. Endi buni o'tkazish. o'ziga sababli o'ylab topadi. Ya'ni ko'proq kesamiz, dori beramiz, nimadir qilamiz deb kamaytiramiz deydi-yu, lekin o'zi ekib bo'lganingizdan keyin u narsalar ishlamay qolganda o'zingiz bilib olasiz keyin. Ikkinchisi, dorichidan dorin dozasini so'rab bo'lmaydi. Bu yana bitta tavsiya. Ko'proq yozgisi keladi. Lekin men bu bilan hammani baravar qo'shmayman, bor. Shunaqa odat bor. Labbe aka. Labbe Sardor aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ochiq yerlarimizni olib ko'rsatadi sizga. 10 gektar ochiq yerimiz bor, o'shani etapma etap qilishimiz kerak. 1 yil, 2 yil, 3 yil. Xudo xolasa aka, xudo xolasa qilamiz. Gilosga e'tibor beraveringlar, chunki olmani mehnati ko'p. Bosh og'rig'i ko'p. Olmani. Ha, yo'q. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xullas, olmada bitta ikkita nav hisobga olmaganda qolgan hammasini saqlasangizgina pul qilasiz. Misol uchun noyob navlarni eksangiz, joyidan sotib zo'r pul qilsa bo'ladi. Endi u noyob navni ichiga pink lady ham kiritaman, yaxshi saqlangani uchun.
va boshqa mevalar bozorda yo'q bo'lgan vaqtda qishga yaqin chiqqani uchun yaxshi narx bo'lib turibdi. Kengaysangiz ham yo Pink Lady'da kengayasiz yoki Devil Gala degan olma bor. Shu yoki shunga o'xshash shu turdagi olmalarga kengayasiz olma bo'yicha. Umuman olma emas, shu boshqa meva turida kengaysamchi desangiz, gilos bo'lishi kerak. Gilosni men o'zim mehnat qilmaylar demayman, lekin ish kamroq gilosni. Kasali kamroq, bosh og'rig'i kamroq. Keyin bitta qoida bor, ko'p aytiladi. Olmani yalinib sotsangiz, gilosni yalinib sizdan sotib olishadi. Shunday. Shuning uchun aka, gilosda kengayish yaxshi bo'ladi. Hop, sxema to'rga 2 bo'yaman. Zich aka, juda zich. Mana bu 6. Umuman kelgan emas, sizda Yo'lak qo'yamiz, o'shayda bir yo'lak bu. Yo'lga qiyamsizlar, asosiysi to'rga. Aka, to'rga 2 zich. Gilosga juda. Endi nima yechim bor desangiz, men o'zi hech qayerda daraxt olib tashlashga yechim qilib bermayman. Orasidan olib chiqishni. Misol uchun bu yechim bo'lmaydi, chunki hozir buni aniq sura olmaysiz. Buni orasidan olganingiz bilan hozir to'rga 2 to'rga to'g'ri bo'lib qoladi. Bu ham yechim emas-da. Serak bo'ladi. Bu yerda endi anu daraxt sekin o'stiradigan dorilar bor. Misol qilib aytaman, paklabutrazol degani bor. Ildizdan beriladi kuzda. Daraxt o'smay qoladi. Meva berishchi. Kurtga chiqarib yuboradi mevani. Sekinlab qoladi. Meva beraveradi, o'smay qoladi. O'shanga yurasizlar, boshqa variant yo'q. Yana bitta taklif bor, o'ylab ko'rasizlar. Taklif. Qancha maydon berasiz? 1 gektar siyatroq. 1 gektar shabos. Uzunmi shpalerini qo'ya olasizlarmi 1 gektar? Uzunni shpaleri. Uzunniki, stalbasimi? Nima deysiz? Bo'y. Unda qo'yish kerak yoki bog'i buzmoqchi bo'lmasangiz, yaxshi nav bo'lsa qo'yish kerak, chunki boya aytdim, stalba qo'yilganda 4 metr bu normal holat. Ya'ni 4 metr qilishingiz mumkin. Stalbasiz 4 metr qila olmaysiz. Endi buni 4 metr qilib bunda devor qilish kerak. Sindoqdi. Buni chiqishini ham ana. Labbi Sardor aka. Labbi aka. Biz endi agar mana shu hozir siz qanaqa meva ekdik, qanaqa ish qildik, o'sha yo'nalish bo'yicha yuramiz. Faqat siz o'sha bog'dan foydaga kiritadigan bo'lsangiz, qanaqa xarajatda qilaman-da. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Endi men orada so'rab qo'yaman, pulli masalalarda babi yoninglardan o'tish kerak-da. Buni qilishinglar kerak deb to'g'ridan to'g'ri tavsiya berib olmayman-da. Agar shunaqa bog'lar bor, Sardor aka, shu stalba qo'ya olmaymiz, shu holatiga nima qilsam bo'ladi deyishi mumkin-da. Endi siz qo'ya olamiz deysiz. Ikkita variantni ham ko'ramiz endi. Bo'l. Qaysida yutuq o'shani qilamiz. Ya bu holatda stalba faqat pastroq kesamiz, buni kesasizlar. Stalbaga o'tadigan bo'lsanglar, kalta qilib kesishimiz kerak. Shox ochish uchun. Pastdan shoxlatish uchun. Aslida boru, meni fikrim, men buni ham olardim. Men buni o'zi zo'r turibdi mana. Bizga boru minimum 3 ta shox bo'lsa, 1 2 3 3 ta. Biza? Hey, general maydon. Xuddi shunday bo'lgan. Agar qo'ymasak qanday qilsak bo'ladi? Qo'ymasangiz, kallayligimizda, anu Yondan. Kim Green butasi degan usul bor. Bir yana ko'rasizlar, internet men o'zim ham ko'p ko'rsatganman. O'shani qilib turib, keyin dori beramiz. Shuni ustiga. Oziqani o'stirmaydigan. O'stirmaydi. O'stirmaydi. U lekin uzoq turmaydi, aytib qo'ying. Bu narsa Umri qisqardi, gilosda. yo'q, umri qisqarmaydi. Babu o'sib ketadi, u vaqtinchalik narsa. Bir umrga sekinlatib qo'yamiz. O'zi bu giloslarning umri 10 yil, 12 yil-da. Yo'q, 30-40 yil. 30 yil gilos uyda ham bor bitta. Endi meva yetdik, hozir tagiga shunday shirincha tushib, shoxi ishayib sinib. Uyingdagi bilan bog'da ishlov berish nimalarni Farqi bor. Uyga shu ekkanmiz, cholatam ekkan, lekin cholatam bor edi unga ham. Yana necha yil ketdi? Yo'q, cholatam bo'lmadi. Ay, cholatam men payvon urgan lekin ha shunday. Ha, 30 yil o'tdi. Ha, bo'pti, salga. Ha, cholatam o'lgan hozir to'liq 20 yil bo'ldi-da, 2005-yil avgustda o'ldi. Ha, bo'ldi. Choltang bilan qo'shilib ketadi. Ha, shunday bo'pti. Qaranglar, stalbasim qo'ysanglar, har bitta nodadan 2-3 ta kurtga qo'yib kesib tashlayverasizlar. Harakat qilinglar pastga tushishga. Sizlar?
Maksimum tushirishimiz kerak. Chunki baland bo'lib ketganlari ham bo'lishi mumkin sizlarda. Bizaga 60 gacha bo'lgan joydan chiqish kerak. Maksimum o'zi 50, endi men sal ko'tarib 60 dedim sizga. Agar stalba qo'ymasanglar, nobodo keyin qaroringiz o'zgarib qolsa, bir tekstur orasida unga ham bitta kesamiz hozir. Buni kesaylik. Bu qalin ekan. Agar stalba qo'ymasangiz, yana pasaytiramiz. Buni ham pastga tushirardim, qalin ekan. Stalba qo'ymasangiz, endi buni choqlatishimiz kerak. Bu sal uzunroq qo'yiladi. Stalba qo'yilganda biz 3 ta dona novdaga harakat qilamiz, 3 ta shoxga, unda o'sha maksimum pastdan olib chiqishimiz kerak. To'g'ri yo'l stalba. Faqat nav to'g'ri bo'lishi kerak, Sardor aka. Agar nav meva bermaydigan narsa bo'lsa, stalba qo'yganimiz keyin ertaga aftur pulli xarajat bo'ldi-yu, qani u gullar bermayapti degan gap bo'lmasligi kerak. Mana uni aniqlashimiz kerak ekanda. Meva beradigan nav bo'lishi kerak. Nav yo'q. Oka bitta narsada, men buzishni aytganimdek doim ham tavsiya qilmayman. Agar bu bichi glaz bo'lsa, Toshkentda bichi glaz deydi, butun O'zbekistonda o'zi Volovye sertsa, Volovoy deydi. Samarqandda Napoleon desa kerak menimcha. Xullas Napoleon bo'lsa, bu yerda kelajak yo'q aka. Bundan katta rasxodlarni qilasiz. Yo'q, Napoleon bo'lsa yo'q. Ya bitta variant bo'ladi. Boshqa narsa bo'lsa ulavorsak bo'ladi. Payon ursak mana shu o'ziga. Ha, bo'ladi. O'ziga payon ursak. Bo'ladi. Boshqa hali qo'parib taylar buni yana. Yo, sxem ham noto'g'ri deb bitta. Sxema ham bo'ldi. Endi stalda qo'ysanglar va payon qo'ysak bo'ladi. Shu turishida. Endi hozir bunga ancha mehnat bo'lgan deganda. Oka bo'lganda shuning uchun men buzib tashlayin demayapman. Ha, shunda. Mana shu ham bo'ldi. Shaftolini ko'ringchi. Yana nima bor? Gilos, olma